45 savol. Masx tortish haqida. Assalomu alaykum shayx hazratlari. Sizga bitta savolim bor edi. Paypoq mahsiga, ya'ni Hindistondan keltirilayotgan teri mahsichaga masx torsa bo'ladimi? Bunga fatvo qanday? Javob uchun oldindan rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Agar masx tortish uchun qo'yilgan shartlarga to'g'ri kelsa bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Yana qaytarib aytamiz. Ilmli kishilar har bir narsani ko'rib javob aytishga imkonlari yo'q. Ular shar'iy qoidalarni aytadilar. Odamlar esa o'sha qoidani o'rganib, o'z holatlariga solishtiradilar. To'g'ri kelsa qiladilar, bo'lmasa yo'q. Bir necha bor bu savolga javob berdik, ammo yana takrorlanmoqda. O'shalarni oldin ko'rib, savolning javobi yo'q bo'lsa so'ralsin. Javobi bor narsani qayta so'rashning foydasi bo'lmaydi. Mahsiga masx tortish tahoratdagi ikki oyoqni yuvishning o'rniga o'tadi. Masx so'zi lug'atda qo'lni bir narsaning ustidan silab o'tkazishga aytiladi. Shar'iy istilohda esa suv bilan ho'llangan qo'lni maxsus oyoq kiyimining maxsus joyidan maxsus zamonda silab o'tkazishga mahsiga masx tortish deyiladi. Endi ushbu masalaga oid matnni sharh qilishga o'taylik. Mahsiga masx kichik betahorat kishiga joizdir. Masx tortish tahorati ketgan odamga yangi tahorat qilayotganda joiz bo'lgan bir ishdir. G'usl vojib bo'lgan odamga emas. Bu holdagi odam mahsini yechib g'usl qiladi. Uning farzi boldirdan pastga qo'lning 3 barmog'i miqdorida chiziq tortishdir. Ya'ni mahsi yoki uning o'rniga o'tadigan poyafzalning oyoq ustini berkitib turadigan qismiga qo'lni ho'llab turib 3 barmoq miqdorida masx tortsa, farzni ado etilgan bo'ladi. Masx o'rniga qo'yilgan bo'ladi. Mahsiga masx tortish ikki qo'lni ho'llagach, panjalarni yoyib, o'ng qo'lni o'ng mahsini, chap qo'lni chap mahsini tumshug'iga qo'yiladi va qo'lni masxi ustidan tortib borib, to'piqlar bor joygacha yetkaziladi. Uni ikki choriqqa va to'piqni to'suvchi hamda safar qilishga yaraydigan narsaga tortish joizdir. Choriq sovuqda mahsini ustidan kiyiladigan narsa bo'lgan. An Abi Abdurrahman as-Sulami annahu shahida Abdurrahman ibn Auf yas'alu Bilalan an wudu'i Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqala كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. Abu Abdurrahman Sulamidan rivoyat qilinadi. U Abdurrahman ibn Avfning Bilaldan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tahoratlari haqida so'raganiga shohid bo'lgan. U zot qazoyi hojat qilganlarida suv keltirar edim. Bas u zot tahorat qilar, sardalariga va ikki choriqlariga masx tortar edilar, dedi. Abu Dovud, Ibn Moja, Ibn Huzayma va Al-Hakimlar rivoyat qilishgan. Mahsini kiygandan keyin tahorati ketmay turib, ustidan choriqni kiygan bo'lsa, unga masx tortsa bo'ladi. Ammo tahorat ketib, mahsiga masx tortib olib, keyin choriqni kiygan bo'lsa, unga masx tortib bo'lmaydi. Mahsi va choriqdan boshqa ularning vazifasini ado etadigan poyafzallarga ham masx tortsa bo'ladi. Buning uchun mazkur poyafzallar ikki oyoqni to'piqdan yuqorisini to'sadigan, bog'lamasa ham o'zi tik turadigan va u bilan yurib safar qilsa bo'ladigan darajada bo'lishi lozim. Mazkur safar eng ozi 1 farsax, ya'ni 5544 metr masofaga bo'lishi shart. Agar mazkur masofani bosib o'tguncha yirtilib ketadigan poyafzal bo'lsa, unga masx tortish joiz emas. Vallohu a'lam.